Qayerdansiz? Esoy, maqsadimni aniq qo'yishimga yordamlashdi. Keyin boshqa sizga borish shart emasligini bildimda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Ozodbek. Ozodbek. Ozodbek Kursera o'quv markazida hozircha 39 ta 189 ball bor ekanda. Ya'ni muddatdan oldin talaba 39 ta ichida ekansiz. Tabriklayman. Rahmat. Ustozingiz kim? Nurlan siz. Nurlan ustozga qanchadan beri kelasiz? Pashta 2 yil qoldi. Bu o'quv markaziga kelish sababi o'sha kim sababchi bo'lgan demoqchi bo'lsangiz, Siroj akam sababchi bo'lgan. O'sha Nurlan ustoz tavsiya qilgan, keyin Nurlan ustoz keldi, Nurlan ustoz men bilan suhbatlashdi, bir orada suhbatlashdi. O'sha maqsadimni aniq qo'yishimga yordamlashdi. Keyin boshqa sizga borish shart emasligini bildimda. Yaxshi, malades. Qayerdansiz? Esoy. Esoydansiz, ha? Esladim sizda. Ha. Sizni ham o'zim kar telefonda gaplashib qabul qilganman. Chunki sababi sizni tavsiya qilishdi. Sizni ota-onangiz o'quv markaz qidirib yurgan ekan. Ha, shunday. Yaxshi o'quv markaz bo'lsa farzandimni qo'yaman deb aytishganda, siz keyin menga chiqishdi. Shunaqa bor. O'qitasizlarmi? Shunday degan, shuncha uzoqdan kelishadi. Uzoqdan kelib qatnab o'qishadi. Qatnab o'qizdimi, kvartira turizmi? Qatnardim, keyin ba'zi paytlari bunaqa og'aynilarimni uyda yotib qolib dars qilgan paytlarim bo'lgan. Chunki ertalab taksi bo'lmasdi bizga. Soat nimada? Qish kunlari qiynalganman-da. Bizga qanaqa mutaxassis bo'lib shu yordam bera olasiz? Nasib bo'lsa, nevropatolog bo'lmoqchiman. Yaxshi. Bu niyat avvaldan bormi? Ha, avvaldan bor. Ilm yo'lida ustoz qanaqa qat'iyat bilan sizni olib chiqqan bo'lsa, shu darajaga siz ham o'z sohangizni shunaqa qat'iyat bilan eng yuqori cho'qqiga olib chiqing. Maylimi? Tabriklaymiz. Rahmat.